O'zbek san'atida muhim rol tutgan, eng yaqinlaridan erta ayrilgan Xorazm bulbuli Og'abek Sobirov haqida muhim xabar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videorolikimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zbekiston xalq artisti Og'abek Sobirov san'atda o'z o'rnini topgan ijodkor hisoblanadi. Og'abek Sobirov 1972 yil 24-iyun kuni Xorazm viloyati Urganch shahrida temir yo'lchi Karim ota xonadonida dunyoga kelgan. Og'abek Sobirovning hayoti ko'pchilik o'ylagandek faqat yutuqlar, g'alabalardan iborat bo'lmagan. U hayotdagi eng yomon hodisa ayolining o'limi bo'lganini aytadi. Ikkinchi marta uylanganim rost, qaynisinglimga uylanganim esa yolg'on deb ma'lumot beradi. Ayolim olamdan o'tgan, lekin mish-mishlar shu qadar avj olib ketdiki, qaynisinglisiga uylandi degan gaplar tarqalib ketdi. Ayolim qarindoshlarim tog'amning qizi bo'lgan. Eslasam boshqacha bo'lib ketaman. Hayotda eng ezilgan davrim bo'ldi. U paytlari eslasam o'sha hayotda yana qaytgandek bo'laman. Yaram yangilanadi. Bu hayotda mening yuragimni jarohatlagan eng katta hodisa shu yo'qotish bo'ladi. Bunday taqdirni hech kimga hech qachon ravo ko'rmayman, deydi Og'abek Sobirov. Rahmatli ayolim xotirasiga film ishlaganmiz. Og'abek Sobirov o'zini kino olamida ham sinab ko'rgan. U aktyor sifatida Qizg'aldoq nomli filmda bosh rolni ijro etadi. Ushbu film soundtreki ham juda ommalashgan. Og'abek Sobirov dadasi u chalingan dardni Xudodan so'rab o'ziga olganini xotirlaydi. San'atga endi kirib kelayotgan paytlarim 1991 yil 92-yillar edi. Yotib qoldim, juda ham yomon paytlarni boshimdan o'tkazdim. Balki menga ko'z tegdimi degan fikr ham yo'q emasdi. Hozir ota bo'lib o'sha vaziyatimda ota-onamga qanchalar qiyin bo'lganini bilyapman. Dunyoda hech bir ota-ona farzandining yomon holatini ko'rmasin. Dadam bizni shu darajada yaxshi ko'rardilarki, bizni dunyoga ishonmas edilar. 3-4 oy yotib qolganimdan so'ng miyamda shamollash bo'lib, meningit bo'lib qoldim. Keyin yana 4 oy bu kasal bilan kurashdim. Juda xavfli bo'ldi. Deyarli 1 yilga yaqin to'shakda yotdim. Tashqariga chiqib biror joyga bora olmasdim. Ozib o'zimni taniy olmaydigan darajaga kelib qoldim. Oynaga qaraganimda qo'rqib ketardim. Baribir ota ekan. Otam ustimda turib Allohga nola qilganlar. Bolamning dardini olib menga bergin, bolam qiynalmasin deb. Buni o'z quloqim bilan eshitganman. Dadam shu dardni so'rab o'zlariga olganlar. Shu voqeadan so'ng kundan kunga yaxshi bo'lib ketaverdim. Dadam esa 2 yilga bormay vafot etdilar. Ma'lumot uchun, O'zbekiston xalq artisti Og'abek Sobirov bugungi kunda Lazgi badiiy ashula va raqs ansambliga rahbarlik qiladi. Biz bilan qoling va Show Biznes kanalimizni kuzatib boring.